Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yoz mavsumida rotan stullar sotib olishda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihatlari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Birinchi o'rinda rotan stullar karkasi bilan qiziqing, ya'ni uni karkas qismidagi temirlari kamida 0.8 tenali bo'lishi kerak. Va albatta o'rtalariga kashaklar qo'ygan bo'lish kerak, ikkita yoniga va o'rtasiga. Agar bitta kashak qo'yilgan bo'lsa, bu iloji boricha qalin stenali bo'lishi kerak. Ikkinchi o'rinda bo'yiga e'tibor bering. 8 kishilik xona kamida 2 ga 90 bo'lishi kerak. Chunki odatda 80 ga 180 bo'ladi, lekin u odamlar qisilib qoladi. 8 kishi bemalol o'tira olmay qoladi. Keyingi o'rinda to'qilishlarga e'tibor bering. To'qilishlar zich bo'lishi kerak va albatta seriolari 3 yilgacha kafolat bera oladigan seriodan foydalangan bo'lishi kerak. Bu sizni o'sha yozda issiq kunlarda ham, sovuq kunlarda ham chida oladigan yaxshi mahsulotni ta'minlab beradi. Keyingi o'rinda iloji boricha eni qalindan oling. Ya'ni eni qalinroq bo'lsa, bu yanada uzoq yil xizmatingizni qiladi, xudo xolasa. Va imkoni bo'lsa 2 kishilik, ikkitalik oyoqlardan olsangiz ham bu juda ham yaxshi. Ya'ni sizni xizmatingizni uzoq yil qiladi. Bu ikkinchi modelimizda o'rtalariga ham kashaklar qo'yilgan, pastiga ham kashak qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek juda ham baquvvat to'qilgan hamda oyoqlari chiroylilikni beradi. Mustahkam va chiroylilikni beradi. Kimga shunday rotan stullar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab eng yaxshi narxlarda dastavka qilib beramiz.